Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qutman o'qishmoq kuningizlar hurmatli o'qit qorijimator kanal qutlovchilar. Bugun hozir jumada abetdan keyingi kurslar so'nishtiramiz. Sizlarga Olar birilerini juma namozingizlar qabul bo'lsin. Hozir birinchilar Qirg'izistonga kelib, Qirg'izistonda qancha ekan shu yerdan ma'lumot olib ko'rsatamiz sizlarga. Qirg'izistonga kelib, Qirg'izistonda 80 so'm dollar, 81 so'm euro, 1 so'm 29,5 tiyin rubl ekan. Bu yerda rubl bir son 29,5 tiyin ekan. Hozir boshqa banklarga ko'ra shu yerdan ma'lumot olamiz. Doskredit banka kelib, Doskredit bankda 82 so'm 70 tiyin dollar, 84 so'm 30 tiyin euro, 1 so'm 30 tiyin ekan. Tuğanlar rubl ko'tarib qoldi. Suyunch bersangizlar bo'ladi. Bugun rubl ko'tariladi tushdan keyingi jumadan keyin. Hurmatli tuğanlar, Aziya banka kelib, Aziya bankda 83 so'm dollar, 81 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 30 tiyin rubl ekan. Bu yerda rubl ko'tarilib qoldi tuğanlar. Bakay banka gelip Bakay bankta 83 so'm dollar, 81 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 29 tiyin rubl ekan. Buna tuğanlar nimeye geldik? Ekoslan banka geldik. Ekoslan bankta 80 so'm 60 tiyin dollar, 81 so'm euro, 1 so'm 29,5 tiyin rubl ekan. Rubl bu yerda 5 tiyin arzon ekan. Hurmatli tuğanlar, shuni ham bugungi ko'rsatuvimiz oyoqladi. O'qigan juma namozingizlar qabul bo'lsin. Ümit etsangiz tileringiz bersin. Alloh taolo o'qigan juma namozingizlar qabul bo'lsin deb tilab ketamiz. Ertangi ko'rishishga tinch bo'linglar, omon bo'linglar. O'qit qorijimator kanali doimo sizlar bilan xizmatingizda. Bugun Aziya bankda, Doskredit bankda rubl ko'tarilib qolibdi. Tuğanlar shu yerdan kelib almashtirsangiz bo'lar ekan. Qolgan joylarda kichkina arzonroq ekan. Bugungi shuni sizlarga ko'rsatuvim nimamiz oyoqladi. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh demoqchiman. Ko'rishishga tinch bo'linglar.